Agar bolangizda hozirgi quyidagi sanab o'tmoqchi bo'lgan belgilarim bo'lsa, zudlik bilan bolani shifokorga ko'rsatib davolash kerak bo'ladi. Birinchi navbatda agar bolada eye contact bo'lmasa, chaqirganingizda ko'zingizga qaramasa, ikkinchisi ismiga reaksiyasi bo'lmasa, uchinchisi bolada ko'rsatish, ya'ni uказательный gest bo'lmasa bolada, to'rtinchisi nutq muammolari, bolada ixallali aytgan gapingizni faqat qaytarsa, dialog siz bilan suhbat qura olmasa, bolada stereotip harakatlar, qo'llar namliq harakatlar, bir xil harakatni ko'p bajarsa, shuningdek bir xil narsani ko'p qaytarsa, ko'pincha bu oqayotgan suvga qarash, kranning og'ziga, suvni og'ziga qarab turish yoki qaysidir o'yinchoqni ko'p o'ynashlik. Keyin gipersezgirlik, ya'ni yorug'lik yoqmasligi, shovqin yoqmasligi, shu bilan birgalikda yolg'izlikni xush ko'rish, odamlarga qo'shila olmaslik bu hozirgi kunda juda ko'paygan autizm kasalligini belgilarida edi. Agar sizning bolangizda ham yuqoridagi belgi bo'lsa, zudlik bilan shifokor ko'rigiga olib borish esdan chiqmasin.